Gefizga hududida bitta 8 sotuqlik 3 qavatli obyektimiz sotilyapti. Podkasinsa har qanday bo'lib keladi. Yo'l ustida transportdan perkroskadan kelganda mana shu obyektimiz hozir ichini obzor qilgan hamma ketdik. Kirish qismimiz kirganimizda katta hol bo'lyapti. Reception. To'g'rimizda oshxona 1.8 ga qurilgan. Birinchi qavatimizga bitta общий samosi. Oshxonamiz. Oshxonamizning tagida podval ham mavjud va orqasida o'zini sanuzuliga ham ega. Resepsiyon tomondan. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz katta hol bo'lyapti. Bu yerda kotelni va ikkita xona bo'lyapti. Xonalarimiz ichida o'zini sanuzuliga ega, ko'rishingiz mumkin. Shifonier bor. Kafelik joylar chopib pol qilingan. 3-qavatga chiqishimiz va mana bu yerda oshxona qilsa ham bo'ladi. Va bu yerda 5 kishilik joy, katta xona. Ichida sanuzul bilan ko'cha tomonga qaragan. Endi 3-qavatimizni ko'rsatib o'taman. 3-qavatga chiqishimiz bilan bitta sanuzul, oshxona va 3 ta xona bo'lyapti. Ichida sanuzul bilan semeyli xonalar bular. Bu yerda sanuzul, oshxonasi bor 3-qavatimizga ham. И plus katta hol, и balkon. Bu yerda bitta xonasi. Ichida sanuzul bilan va garderobni. Bu yerda 2 kishilik двухспальный va garderob. Bitta shunisida nima yo'q? Sanuzul va mana bu yerda yana bitta 2 kishilik garderob plus sanuzul bilan. Bu mehmonxonamiz Samarqand shahar Gefizga yo'lni ustida bo'lyapti. Grand Sultan perkroskasidan Ulug'bekka chiqadigan katta trassani yo'lni ustida bo'lyapti. 1.8 ga sotiqqa qurilgan 3 qavatdan iborat. Har xil turdagi biznesga to'g'ri keladi. Oldin mehmonxona bo'lib ishlatgan, kadastr hujjatlari bor. Narxi juda ham arzon. 180 ming edi, 170 ming emas, 160 ming emas, 150 ming deyapmiz. Sirrochni shoshilib qolinglar. Narxi juda ham arzon. Любой biznes qilsangiz bo'ladi. Medklinika, учебный center yoki shu yo'nalish mehmonxonami. Hozir bunaqa obyektlarni yo'lning ustiga joy olib quraman desangiz, bundan ham qimmatga tushib ketasiz. Shoshilib qolinglar. 150 ming zo'r narx. Fikringizni kommentariyga bildiringlar. To'liq ma'lumotni pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar.